Yukarı işimize devam hürmetlik vatandaş. Bugünkü islahaş 2024 yıl 9. ayının 25. gün hafta çarşamba vatandaş. Yukarı işimizin devamında Prezident Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Joe Biden bunda görsetti. NATO erkanda vaktiden hazır tehame küşeydi. Tehame kudret taptı. Tehame ittifaklaştı. Yani işki əza Şvetsiya, Finlandiya qatarlıq devletler NATO'ya yeniden əza bulup koşuldu. Biz Ukrayna'nı kollaşını boşaştırmasımız lazım. Bazı işler devamlı hukuk tutkanğa qaraganda texmi mühim. Bu abzası dikkatle alınlar cuma vatandaşlar. Bazı işler devamlı hukuk tutkanğa qaraganda texmi mühim. Bu qatam Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yığında sözlügen nutqida Prezident Joe Biden'ın vazife taş müddeti ahırlaşış harpısı da en ahırı qatam sözlengen nutuq bulup hesaplandı bu nutuq. Prezident Joe Biden bu yılın 5'ida qayta namzat bulup saylamga tushmaydiganligini yoki saylamga qatnashishni voz kechgandan keyin yeni bir avlod rahbarlarini qo'llashni qaror qildi. Mening prezident bulup vazife o'tishim men faxrlanadigan bir ish. Men texmi zo'r ishlarni qilishni orzu qilatdim. Men bu xizmatni yaxshi ko'ratdim. Lekin men davlatimni buningdan ko'p yaxshi ko'raman. Men ommaviy xizmat bilan 50 yil shug'ullangandan keyin yeni bir avlod rahbarlarining bizning davlatimizga rahbarlik qilib olg'a ilgirlaydigan vaqti keldi deb hisobladim. Deb ko'rsatdi Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden. Demak bu sabab Aralıqda men saylamga qatnaşmayman yoki ikkinchi qatim yani prezident bo'lish saylamga qatnaşmayman, nomzodlik o'zimni ko'rsatmayman dedi. Endi bu yerda biz yoshlarga beraylik, yoshlar Amerika bu davlatga rahbarlik qilib olg'a ilgirlasin degan maqsadda men shu ishni qildim. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden chaqiriq qilib bunda ko'rsatdi. Bugun Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yig'iniga qatnashgan har qaysi davlat rahbarlari unutmasligi kerakki, ba'zi ishlarda davomli huquq tutqanga qaraganda bu ba'zi ishlar texmi muhimdir. Abadiy unutmasligimiz kerakki, biz bu yerda xalqqa xizmat qilamiz. Davatimiz herkes bunun aksi emas. Demek bugün qarab turang, bu yerda hozir demokratik davlat Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden deydiki, biz xalqqa xizmat qilyapmiz. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti mustabid davlatning sekretari, partiya sekretari Xi Jinping deydiki, biz xalqqa xizmat qilyapmiz. Demek xalqqa xizmat qilishning bu yerda farqi o'rtaga chiqdi. Xalqqa xizmat qilishning bu yerda vositasi, ya'ni farqli vositasi o'rtaga chiqdi. Demek xalq uchun xizmat qilishning bu yerda maqsad muddaolari o'rtaga chiqdi. Prezident Joe Biden Amerika Qo'shma Shtatlari qonunliq asosi qonunliq davlat. İgiz sözlemsem, pes sözlemsem bunun senin sözlerin. İgiz iş kılamsam, pes iş kılamsam bu işlerin fakat bir kanunluk. Asası kanunluk devlette kanunun dairesi buludu. Merhamet, cungo, sizde çok. Asası kanun bama atakı var. Kanun bama atakı etişki kanun var. Emniyette nime o kanunun rolü nime?
agar senda qonun bo'lsa, qonunni qonun bo'yicha ijro qiladigan bo'lsang, 8 million Uyg'ur bugun jazo lageriga kirgan bo'larmidi? Bu so'zni ayni chaqda Amerika Qo'shma Shtatlari Avom palata a'zosi Tatyahu Bentvanning materialini tekshirib bilib, shunda xulosa chiqargan edi. 8 million Uyg'ur. Nazarband qilingan Uyg'ur 8 million Uyg'ur degani deb vatandosh. Men shuni misolga oldim. Agar senda qonun bo'lsa 8 million Uyg'ur nazarband qilinamdi. Agar senda qonun bo'lsa, agar senda siyosat bo'lsa, agar senda bir davlat boshqarish usul chorasi bo'lsa, agar senda bir mustamlikani qandoq boshqarishdan iborat bir aqliy qoida bo'lgan bo'lsa, 8 million Uyg'ur jazo lagerida yatandi. Bugun bir millat, butun suri bir millat, dunyodagi millatlik, madaniyatlik millatlarning qatordagi millat Uyg'ur millati qirg'in qilinamdi. Sening qo'lingda Uyg'ur qirg'inchiligi degan qirg'inchilik o'tirg'i chiqamdi. Undaqda sening xalq uchun xizmat qilishingning ma'nosi nima? Hozir prezident Joe Biden bu yerda da'vatgan xalq uchun xizmat qilamiz, da'vatimiz. Hargiz buning aksi emas. Biz bu yerda xalqqa xizmat qilamiz. Demak, xalqqa Amerikacha xizmat qilish yuqorida so'zlab o'tgandek mustabid davlat jungoda xalqqa yuqorqada xizmat qilish. Bu yerda selishtirma bo'lib o'tadi vatandoshim. Undan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden yana bunday ko'rsatdi. Kelgisini kutib olish deganlik xalq ommasining yoshirin iqtidorini qo'yib o'tish, ularni erkin nafas olishga qo'yib o'tish, ularni erkin tafakkur qilishga, ijodiylikqa, yangilik yaratishga, ma'rif va tarbiyalanishga qo'yib o'tish, erkin yashashga, qo'rqish his qilmaydigan erkin muhabbatlashishga qo'yib o'tish deganlikdir. Prezident Joe Biden mundaq dedi. Mana bu demokratiyaning ro'yidir. Mustabid jungoda kelgusini kutib olish degan so'z ma'no bormi yo'q? Bor. Albatta mustabid jungoning xalqi Xitoylar kelgusini, o'zining kelgusini kutib olishi mumkin. Navbatda mustamlika Tibetga, mustamlika Uyg'uristonga Xitoy hukmronlik qilayotganda, mushu hukmronlik sistemasi ichida, mustamlika sistemasi ichida Uyg'urning kelgusi bormi? Tibetning kelgusi bormi? Agar Uyg'urning Tibetning kelgusi bor deyilsa, huquq Uyg'urning huquqi Uyg'urga, huquq Tibetning huquqi Tibetga qaytarib berilishi kerak. Shu vaqtda bu xalqlar o'z oldiga o'zining kelgusini yarata oladi. Demak, bu yerda kelgusini kutib olish, xalq ommasining yoshirin iqtidorini qo'yib o'tish 70 yil. Jungoda xalq ommasining yoshirin iqtidorini qo'yib o'tish degan so'z bo'lganmi? Shundoq bir harakat bo'lganmi? Buni o'zi berib matbuot erkinligiga taqollud o'tganda men dedim, so'z matbuot huquqi deganlik bu mulkchilik huquqi deganlik. So'z matbuot huquqini qo'yib o'tish deganlik mulkchilik huquqi to'g'risida gap qilish, so'z qilish, harakat qilish huquqini qo'yib o'tish deganlik. 75 yildan beri Xitoy hargiz bundoq yo'l tutquni yo'q. Shunglashqa jungoda hozir xalq ommasining yoshirin iqtidorini qo'yib o'tish degan aslo mavjud emas. Ularni erkin nafas olishga qo'yib o'tish. Bugun 8 million dedik. Andan keyin Uyg'urning madaniyatini yo'qotish dedik. Uyg'ur qirg'inchiligi dedik. Bir atam sari millat, bir Xudoning nazari tushgan millat, bir etnik millat Uyg'urga, bir odamga yig'ishtirib aytganda bir odamga mushundoq muomala qilish, ularni erkin nafas olishga qo'yib berganlikmi? Bu abzasni men tahlil qilyapman, sababi bu yerda prezident Joe Biden Amerika Qo'shma Shtatlari dal mushundoq mustabid davlatlarga qaratib so'zlayotgan so'z bu. Bu yerdagi so'zning ma'nosi
Kızım sana eytay kelinim sen anla. Men hazır Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yığınında nutuk söz davatı ben Beijing'de durup Xi Jinping sen anla. Moskva Kreml'de durup Vladimir Putin sen anla davatıdır. İnsan biz birbirimizin sözünü anlayımız. Birbirimizin sözünü hazm kılımız. Birbirimizin sözünü düşünümüz. Sizler müstabit lagırdık iki devlet, biren Ukrayna'ya tecavüz kılıvatsan, biren Uyguristan'da Uygur milletini kırgan kılıvatsan, demi diyor, demigen bilen gepnin manisi del şu yege var. Erken nefes elişke koyup etiş. Ulanı erken tefekkür kılışka koyup etiş. Yakında dedik, Xi Jinping'in kitabını okuyduğun adam kalmaptı Beijing'de dedik. Mao Zedong da o devirde Mao Zedong eserlerini güneş, Mao Zedong tallanma eserlerini güneş. Ya. Şükürlerine beşimizde ötközü vatandaş. Ya kitap dese kitap digidek birinin bombasa, ya makale dese makale digidek bir nesi bombasa, Mao Zedong'un şu kitabı nime desiniz? Kural yarak iskilatın tizimleydiğen, kural yarak iskilatın tizim defteri. Komindağ'dan mançılık kural eser aldık. Cangcayşı'dan mançılık zemberek eser aldık. Moşinon'dan başka işlemi yok. İşlemi yok. Bugün reis Xi Jinping, Cumhur'un reisi, onun kitabı kandak yazılı tahbarızında haber tapamadık. Lakin anlasak bu reisin savadı başlangıç seviye. Başlangıç seviyedeki seviyelik adamı kelbeten. Ulanı erken tefekkür kılış yol koyuş ne deyseniz herkes mümkün emez. İcadilik, yenilik yaratışki bu mümkün mü? Yok. Çünkü Kompartiyası hükümranlık kılıvatkan devleti bu mümkün mü? Yok. Muharip terbiyelenişige, Uygurlar etkanı Uygur'un muharip o ama muharipnin negizi, asası halk turmuşunu, halkın an'anevi turmuşunu asas kılış gerek. Xuddi kanun tüzgüçülemi, halkın örf adeti ve adetleşken medeniyet hadislerini kanun tüzüşünün asası kılganda muharip mi şundak derse vatandaş. Bu muharipni milli muharip, milletinin muharipi deydi vatandaş. Ben ötken dedim ki sizlerge bir tenterbiyeçi Xitay'nın ismini yazıp verenmegen Uygur'a 20 numarını kim berdi dese bu kanda muharip, imtihan eleştirizmedi bu kanda muharip vatandaş. O Xitay tenterbiyecimiz suğu düşemdi, asmanı çıkamdının Uygur'la ne alakası var? O tenterbiye bir tür, bir devletin işi, onunla Uygur'dan imtihan eleştirini mümnasip var. Uygur muharipi, manımı şundak muharip. Kul muharipi, müstemlik muharipi. Xitay müstemlikleştirgen bir cemiyet, bir devlet, millet Uygur'un muharipi, kulunun muharipi, müstemlikleştiriş muharip. Tibet mi okşaş? Erki yaşaşka koyu bitiş, korkuş his kılmaydıgan. Seliştirip bakınla. Uygur'un turmuşu muşu sözünü seliştirip bakınla. Prezident Joe Biden'ın sözü, oturluğu Xitay Kompartiyası kuşup, nöbetki Uygur'un turmuşuğa, muşunu seliştirip bakınla şu vatandaşlar. Korkuş his kılmay, yaşaş, erki yaşaş hukuku. Ya ki halkara kanunlarda ya ki kişilik hukuk neziriyle de tehdit his kılmay, vehimi his kılmay erki yaşaş hukuku. Mümkün mü? Müstemlik Uyguristan'da mümkün mü? Müstemlik Tibet'te mümkün mü? Emez vatandaş.